Assalomu alaykum. 14-mavzu turg'unlik radioaktiv parchalanish yoki elektr rezonans asosida modellashtirish mavzu. Bu mavzu rejasidan tashkil o'taman. Turg'unlik tushunchasi va differensial tenglamlar yordamida ifodalanishi. Ikkinchi reja radioaktiv parchalanish jarayonining matematik modeli. Uchinchi reja turg'unlik va beqarorlik eksponensial kamayishni olish mumkin. Uchinchi reja elektr rezonansi va mana bu berilgan zanjir modellar. Keyingi beshinchi reja chastota va rezonans atrofida turg'unlik tahlili. Oxirgi oltinchi reja fizik talqin va real hayotiy misollar. Bu reja asosida quyidagilarni aytib o'tamiz. Turg'unlik tushunchasi. Turg'unlik bu sistema boshlang'ich holatidan ozgina siljiganda u o'z holatiga yoki yaqin atrofga qaytadimi degan savolga javob berishni osadi. Matematik jihatdan agar yechimlar vaqt o'tishi bilan muvozanat holatiga yaqinlashganda bu turg'un deb qaraymiz. Agar vaqt o'tishi bilan qaytmasa, bu ya'ni turg'un emas, beqaror deb qarashimiz mumkin. Ikkinchi reja asosida radioaktiv parchalanish modeli. Bu uchun matematik model, ya'ni chiziqli differensial tenglamasini tuzib o'tamiz. Buning uchun modelimizda ya'ni mana bu ko'rinishda olamiz. Bu yerda o'zimizga ma'lumki, bu zarrachalar soni, mana bu parchalanish doimiyyati. Bu holatda lambdaning ishorasiga qiymatiga bog'liq. Buni keyingi holatda qarab o'tamiz. Buning yechimini qaraydigan bo'lsak, ya'ni umumiy holatda mana bu holat, boshlang'ich holatda shartlar beriladi. Shular asosida berilgan tenglamaning matematik modelini tuzish mumkin. Bu holatda biz eksponensial kamayuvchi funksiya, ya'ni bizni vaqtimiz, ya'ni cheksizlikka intilganda berilgan mana bu funksiyaning limiti nolga intilib boradi. Ya'ni parchalansa o'z-o'zidan parchalanganda natijasi zarrachalar soni nolga tengligini chiqadi. Biz buni quyidagi funksiya sifatida kiritib, ya'ni buni grafik shaklida keltirib chizishimiz mumkin. Ya'ni buni grafikida qaraydigan bo'lsak, bu asymptotik nolga yaqinlashib boradi. Ya'ni nolning o'ziga teng bo'lmaydi. Turg'unlik xatti harakatining grafik tahlili bu holatda mana bu turg'un holatimiz, ya'ni eksponensial o'sish, ya'ni turg'un bo'lmagan holat beqaror deb atab o'tdik buni. Eksponensial kamayishni mana bunga misol sifatida qaraganmiz, ya'ni matematik modelimiz mana bu ko'rinishda berilgan. Vaqtimiz cheksizga intilgan sari bu berilgan zarrachalar soni nolga yaqinlashib boradi. Bu matematik model asosida qilgan grafikimizni ko'rinishi mana bu shaklda. Ya'ni bu yerda vaqt o'tishi bilan, ya'ni nolga teng bo'lganda 10 ga, 20 ga, 30 ga, 40 ga, 50 ga og'ir cheksizga intilgan sari mana bu zarrachalar soni kamayib borishi ko'rsatib o'tilgan. Keyingi holatimizda esa mana bu bosqichma-bosqich aytib o'tganmiz. Berilgan funksiya doimiy ravishda kamayib boradi, lekin nolga tengishmaydi, balki asymptotik yaqinlashadi. Bu radioaktiv parchalanish jarayonining turg'unlik modelidir. Bu o'z-o'zidan ma'lumki, fizik, yadro energiyasi, farmatsiya va ekologiya sohalarida keng qo'llanilib kelinmoqda. Bundan keyingi holatda ham qo'llanish davom ettiriladi. To'rtinchi reja asosida qaraydigan bo'lsak, elektr rezonansi va berk zanjir, mana qarshilik, ikkilik, sig'im bu uchun matematik modelni quramiz. Biz yuqoridagi mavzularda qarab o'tdik, Kirchhoff qonuni asosida bizga matematik modelimiz, ya'ni bu bir jinsli bo'lmagan holatda sistemani qarab o'tganmiz. Bu sistema asosida, ya'ni bu kuchlanishimiz, ya'ni bu holatda rezonansli tebranish deb qaraganmiz mana buni. Buning yechimi, ya'ni umumiy va xususiy yechimlarning deymiz, ko'rinishda berilgan turg'unlikni ifodalaydi. Umumiy yechimi, xususiy yechim tashqi kuchga qaytaruvchi mana bu yo'l qarashimiz mumkin. Rezonans holatida, rezonansda bu sistemaning chiqish kuchlanishi maksimumga yetadi. Bu holatda, ya'ni beqarorlik, turg'unmas holatda bo'ladi. Keyingi holatimizda esa turg'unlik tahlili.
Ya'ni tug'ilma tahlilida biz rezonans ta'siri deb qaraganmiz. Mana bu yerda bu holatda tug'umlikni baholashni ham ko'rib o'tganmiz. Baholashda mana bu berilganimiz R teng 0 holat. Sistema energiya yutmaydi. Rezonansda kuchayib boradi, ya'ni beqaror, turg'unmas bo'lganda. Agarda bu musbat bo'ladigan bo'lsa, energiya sunadi, turg'un yechimga intilib boradi. Fizik talqinni mana bu grafik asosida ko'rsatib o'tilgan, mana bu radioaktiv parchalanish, matematik modellar, elektr rezonans holatda, ya'ni sunuvchi bo'lganda, ya'ni bir hissli bo'lmagan sistemani qarab o'tganmiz. Bu holatimizda turg'unlik holatini ko'rsatib o'tganmiz. Har doim turg'un deb qaraymiz. Mana bu holatda, bu holatda turg'un, agar R aynan 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, beqaror deb qaraymiz. Buni hayotiy misollarda ham ko'rib o'tganmiz. Bizga ma'lumki, fizikadan o'rin izotopining parchalanishini olishimiz mumkin. Misol tariqasida radioaktiv parchalanish uchun mikrodatchik, kibranuvchi kontur, bulaga esa yuqorida aytganimizdek rezonanslarni qarashimiz mumkin. Rezonans, ya'ni bu elektr rezonans deb qaraymiz. Bunga misol qaraymiz, ya'ni hayotiy misollardan radioaktiv moddaning boshlang'ich miqdori. Olaylik, 1000 dona zarrachalar berilgan boshlang'ich holat. Bu ya'ni parchalanish koeffitsiyenti, ya'ni doimiy berilgan qiymat 0.2, ya'ni t 10 soniyada uchun qancha zarracha qoladi. Yuqoridagi tuzgan, ya'ni matematik modelga olib borib qiymatlarni qo'yadigan bo'lsak, ya'ni mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Ya'ni o'zimizdan ma'lumki, u jami 1000 dona bo'lgan zarracha parchalanish doimiysi 0.2 ga teng bo'lganda 10 soniya vaqt o'tgandan keyin 105 donaga yetib qoladi. Demak, ikkinchi masala, bu holatimizda mana bu, ya'ni boshlang'ich holat zarrachalar soni, parchalanish doimiysi berilgan. Bu 30 soniyadan keyin nechtaga qoladi yoki necha foizi yemiriladi degan savol qo'yilgan. Buni foiz ko'rinishda mana bunda qaraymiz. Ya'ni parchalanish zarrachalar soni, demak, mana buni kelib chiqadi. Buni taqriban oladigan bo'lsak, 7,7%, ya'ni taqriban 78% parchalanib ketgan. E'tiboringiz uchun rahmat.